market. Aha. Hozirgi trizim narxi bilan bir xil ekan. Atrofdan. Bugun Toshloqimizda Qo'shaloq bayrami. Birinchisi Navro'z bayrami, ikkinchisi Toshloqimizning sentriga juda ham go'zal hashamatli magazin ochilibdi. Uni kirib aylanib ko'rib chiqamiz. Obzorini ko'rsatamiz. Kiramiz. Charchamayapsizlar, issiqlarda. Sizlar uchun bir sovg'amiz bor-da endi hammalaringga. 5 ta sovg'amiz bor ekan, 5 ta eng yosh katta odamga beramiz. Endi o'ylab magazin kiraverishda 10 qo'lda sabzavotlar olamiz. O'zimiz ham hozir bu yerdan xarid qilamiz. Ana ash pomidor dehqonlarimiz yetimizdan ash maktabda o'qiganman, o'zim birinchi maktabda. Ash maktabda chiqardingda endi qishda ham, yozda ham ko'rib katta bo'lganmiz sizlarda. Shuning uchun mana shu voucher 100 ming so'mlik voucher. Bu birinchisiga Namchi yosh katta o'xshaydi. Aka Tashlarni markaziga ham yomon ochildi. Yomon ochildi. Ziyo market. Aha. Hozirgi trizim narxi bilan bir xil ekan. Atrofdan. Hozir men yerda turamiz. Birontasi 100 mingdan oshib savdo qilgan bo'lsa, bitta 100 minglik voucher berib yuboramiz. Shunday berib yuboramiz. Kelishdi aka. Bitta 100 ming so'mdan oshib savdo qilgan bo'lish kerak. Siz bitta savol bor-da, bitta ikkita yaxshi maqola aytib bersangiz, bitta voucher beramiz mana Ziyo marketdan 100 ming so'mlik narsa olib chiqasiz bo'ladi. O'zbek maqolalaridan bir ikkitasini yaxshisini aytib bersangiz, esingizda qolgani, hozirgi zamonga to'g'ri keladigani. Necha pullik narsa oldingiz? Bugungi chislodami? Gap yo'q. Nima oldingiz o'zi? Arzon ekanmi? Yaxshimi? Hozir mana 100 minglikda voucher berib yuboramiz. Necha pullik narsa oldilar? 125 ming Gap so'mlik yo'q mana. Kelib, bemalol yana savdo qilib ketishingiz mumkin 100 minglik. Xohlasiz hozir, xohlasiz ertaga. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Oraga torting. Bittasiga Bunay, mana bu nimaligini bilmadim, endi ko'rib turibman. Soptoli. Bu ham nimaligini bilmadim. Mana nima bilganlar yozib yuboramiz kommentariyaga. Qanday yozib qo'ying. masalanga kim yosh katta? Bittasini oling. Olmalar, har turli olmalar. Bu tomon yurganimizda silishni, Go'sht mahsulotlari. go'sht, silishli mahsulotlar. 100 ming so'mlik voucher Ziyo marketga kirasiz. Farg'ona bitadi yonida. O'zimiz Toshloqda, Farg'ona bitadi yonida. Kirib, berib ko'rsatsangiz 100 ming. Mana bu joyda serpi. kalbasa mahsulotlari. Mana to'xtaniyan zotidan tortib, shirindan tortib, hattoki yaqinda biz oilaviy iste'mol qiladigan rizo kalbasalari ham bor. Yana kim bor? Mana aka. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' bo'linglar. Bog'larimiz bor ekan, semichka yog'i mana. Yo'q, birga bilayotganda Farg'onadagi eng kuchli magazinlar bilan raqobat qiladigan darajada Mana aka. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' bo'linglar. Akalar rahmat. Bilan uzoq bo'lsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin.